ishlashlari zo'r. Uylar issiq, 5 xona uyimiz isiyapti. Işte bemalol futbolkada yurilibdi aka. Bemalol maza qilib yotishadi. Kechasi 12 da 1 da chiqadi. Yo'q, Xudoga ming marta shukr, bitta yoqqanimda 24 soatga yoqayapman. Bemalol tavsiya qilaman. Javob Qish kunlarida sovuqda qiynalmaslik uchun shu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Akramxon aka. Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Akamiz Teplo Idealdan kachol xarid qilganlar. Aka, odamlarga manfaatli bo'lsin. Xolisona, yolg'onlarsiz aka, fikringiz ochiq oydin aka odamlarga bersangiz aka. Hozir qayerdamiz aka biz? Qo'shtepa tumani, Shahartepa mahallasidasiz. Sizni xonadoningizdan aka, Xudo xolasa mana akamiz xonadonlari. Kachol qanaqa bo'lyapti aka? Bitta yonish jarayonlarini ko'rsatsak, isitish qanaqa bo'lyapti aka? Bitta bilsak bo'ladimi aka? Isitishlari hamma yo'llari zo'r. O'zingiz maqtaganingizcha olganman. Xudo xolasa, bunaqa ayb-maybi, yechdimi? Hamma yo'l konkret ketyapti. Agar anaqa qilsa ham bilalar, shikir ko'ramiz. Ha, bitta kachol ko'rsatamizmi aka? Ko'ramiz, yurib. O'zingiz ochasizmi? Bitta men o'zim yonishidan ko'rsataymi sirazi? Hammaga yonish qiziq. Ana uni mana shundan deb ushaltirib ko'rasiz. Voh, Endi issiq, juda ham baland ichkarida. uni endi oldin aytib berganingizda men sal tozalab qo'yardim, sal Yo'q, rahmat. Aka, kachol izolyatsionni olgansiz. Hozir videoni yaqinroq olib keling. Ichkarida 279 gradus issiqlik bo'layapti. Kachol ishlab turgan holatda hozir uni kacholning yonidan o'lchaymiz. 25 holatiga, ya'ni xonani harorati bo'lyapti kacholxona. Bu degani kachol ishlab turganda ham bemalol o'shansiz bo'laveradi. O'zidan issiqlik yo'qotmaydi. Akamiz izolyatsionni xarid qilishgan. Aka, yaxshisini zo'rini tavsiya qilgansiz, shundan olganman. Aha. Noyabr oyida yoqishni boshlaganmiz. Xudoga shukr, mana ishlashlari zo'r. Ayb-maybi bo'lgani yo'q. Uylar issiq, 5 xona uyimiz isiyapti. 5 xona uyda isiyapti. Bemalol aka. Hamma yo'l issiqligi zo'r. Aka, rasxod hammaga qiziq. Qancha o'qiyapsiz? Xolisona. Xolisona rasxod 24 soatga, endi to'g'risini aytgan yaxshi. To'g'risini aytgan yaxshi. Endi rasxod balandmi, pastmi, endi o'zim anaqa 40 kilo rasxod qilaman. 24 soatga 40 kilo. 24 soatga 40 kilo rasxod qilaman. O'zi bitta to'ldirganda 40 kilo oladi o'zi kachol aka. Bu degani bitta. Endi noyabr oylarida qo'yganimda 30 kilo rasxod qildim. 30 kilo. 30 kilo rasxod qildim, haqiqatan 30 kilo. Demak, siz hali sovuq kunlarda bir 5 kilo, 8 kilo necha bo'lsa ham rasxod ko'payadi. O'ta sovuqligiga hisobiga ozaydi. Keyin misol 24 soat emas, 20 soatda misol 7 kilo 8 kilo tashlab qo'yaman tepasiga. Tushunarli. 24 soatga keyin o'sha 40 kiloga borib qoldi. Sovuq kunlarda 40 kilo rasxod qildik, sovuq basuvchi kunlarda 30 kilo rasxod. 30 kilo 24 soatga xolisona, ochiq oila. Xolisona, u mana qo'shib boshqa bas. Endi balkim kimdir 20 kilo, 30 kilo dedi. Qish sovuq kunlarda 40 kilo rasxod qildim. Sovuq bo'lmagan kunlarda 30 kilo rasxod qildim, 24 soatga yetadi. Bitta tashiyman, 24 soatda keyin yana tepasiga bitta yoqib qo'yaman bo'ldi. Bundan oldin nimada isitganmiz aka uyda? Bundan oldin endi to'g'risi endi yangi uylarga ko'chib chiqdik. Bundan oldin nari uylarimizda to'g'risi apelka yoqqanmiz-da. Apelka endi qaqirda bosib ichsa to'g'risi zerikib ishidan boshqa chang endi ashundan chara qilib. Endi ota-onam bor, shu ota-onam duosini olay deb kachol qildingiz. 5 xona uyim, dadam buvimlarniki ham, o'zimizniki ham uylar hammomlargacha katta ulangan. Hammomlarda plitkalar hamma yo'g'i issiq. Zo'r. Endi undan oldin o'sha apelka yoqilardi. Endi bir yil Xudoga ming marta shukr zakonga chiqdim, zo'r. Uylar issiq. Orasalar mehmonlarga kirib ko'ringlar. Mehmonlarimiz issiq. Bo'ladimi aka, uyda ishlaygan ko'rsangiz? Bemalol. Bo'ldi. Yuring aka, yo'l boshlasangiz aka. Bemalol aka. Ko'rsatsangiz aka. Bo'ldi. Ma'qul kelgan bo'lsa asosiysi bo'ldi aka, xonadonimiz aka. Yo'q aka. Yuraveramiz. Uyda ishini ham ko'rsatamiz. Ya bemalol. Akamizni xohlasa. Alaykum assalom. Qolmanglar, bismillah. Keringlar. Qani? Xohlasa remontlar ham bitdi deb qolibdi-yu aka. Aka, bitta o'z yo'l boshlang aka. Yuringlar. Yuring. Yo, bismillah. Bismillah. O ancha issiq ekan aka uyda ichi. Uylari bemalol asha noyabr oyidan beri aka yaqinroq olib keling. Xolis bo'lsin. 62 gradus beryapti. Kachol necha gradusga qo'yilgan aka?
60 ga qo'yilgan, 65-60 qo'yaman. Ha, 65-60 qo'yasiz. 62 gradus radiatorda o'zida. 60-60. Qo'lni kuydiryapti. Qo'lni kuydiradigan darajada hozir bemalol mana shu anaqada mehmon, izmon, o'zimiz o'g'illarim shu yerda demanlarda bemalol yotishadi. Uyda ichida bemalol futbolkada yurilib turgan bemalol maza qilib yotishadi, xudoga shukr. O'g'illarim mana shu yerda mehmonada bemalol. So'qatib, kechalari o'chib qolib, katyol qanaqadir, kechasi turib ko'mir kimdir kechasi qaraydi, bunaqa degan gaplarga men oldin qo'rqib bunaqa qo'ymasdim to'g'risida. Endi hali kechasi 12 da 1 da chiqa. Yo'q, xudoga ming marta shukr, bitta yoqqanimda 24 soatga yoqayapman. 24 soatda bitta qarayman, 24 soat men mana. Men yoqlarda hozir asha bag'i teraskan. Ha, teraskan, a'largacha. Teraskamda ham ikkitadan atamlarni ikkosi ham yonib turadi. Ko'ramiz. Ba'da hojton ojonalarning uylari, xonadonlarigacha issiq. Bo'ldi. Duolarni olyapsiz ekanda aka. Ha, duolarni olyapman, xudo xolasa. Inshaalloh. Rahmat qoldi fikrlari uchun aka. Zo'r. Mana shu yerda endi tavsiya qilaman. Apparat zo'r, o'shalik qalin, zo'r ishlashlar ham yo'q deganingiz uchun o'shandan olganman. Bir ayb bo'lgani yo'q. To'g'risini aytgan yaxshi. Endi rasxod misol 20 kilo, 30 kilo deb olgan gapirmayman. So'q kunlarda 40 kilo yoqdim. Aha. Bo'ldi. Iliq holatlarda bemalol 30 kilo, 25 kilo, 30 kilo bemalol yoqdim. 24 soat ketadi. Bo'ldi aka. Rahmat qoldi sizlar uchun. Tavsiya qilasizmi aka? Bemalol tavsiya qilaman. Javob bu ishlarni anaqalariga ayb yo'q. 2 yil garantiya bergansiz. 2 yil to'liq garantiya bor. Servis 2 yil bepul aka. Dastavkasigacha qilib berganmiz aka. Ha, yo'q, bo'ldi. O'zi ham puli ham o'zi nima deydi. Ha. O'shaning apparat ham zo'r. Tavsiya qilaman hammalaringga. Bo'ldi aka, rahmat. Bemalol sizlar ham Teplodialga aloqaga chiqib, kotyol zakaz qilgan ham bo'ladi. Chiroyli qilib shunaqa uylarga yetkazib beramiz. Isitmasdan qanaqadir holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol ma'qul kelmasa pullarni qaytarib berishimiz ham mumkin. Xolisona misol uchun, birinchi o'rinda Teplodial uchun bu rozilik turadi. Sizlar rozi bo'lsalaring, biz baraka topamiz. Tanlovda adashmanglar.